Atrofdagilarni ayblamang, ularning aybi yo'q. Ular faqatgina Allohga sizni olib boryapti xolos. Yusufiy qalb egalari bo'lmog'imiz uchun quduqlarga otilmog'imiz kerak. Bozorlarda sotilmog'imiz kerak. Tuhmatlarni yashab o'tmog'imiz va zindonlarda yotmog'imiz kerak. Alloh qulini o'ziga bog'lamagunga qadar, ya Alloh deya ingratmagunga qadar holdan holga solaverar. U imtihondan bu imtihonga otaverar. Qiyinchiliklarning barchasi sizni Allohga borishingiz uchundir. Va haqiqiy borish faqat qalb ila bo'lur. Qalb qachon hamma narsani tashab Alloh tomon yo'lga chiqur. Qachon hammadan ko'ngli qolganda, imtihonlar bilan sinalganida. Atrofdagilarni ayblamang, ularning aybi yo'q. Ular faqatgina Allohga sizni olib boryapti xolos. Yusufiy qalb egalari bo'lmog'imiz uchun quduqlarga otilmog'imiz kerak. Bozorlarda sotilmog'imiz